Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 3-iyul kunidan 10-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-iyul kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 4-10-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3-iyul kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 26-31 daraja bo'ladi. 4-10-iyul kunlari kechasi asta-sekin 20-25 darajagacha, kunduzi 35-40 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 3-iyul kuni 30-35 daraja bo'ladi. 4-10-iyul kunlari 36-41 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 3-4-iyul kunlari 30-35 daraja bo'ladi. 5-10-iyul kunlari 36-41 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8-iyul kunlari 20-25 daraja, 9-10-iyul kunlari 22-27 daraja, kunduzi 3-iyul kuni 32-37 daraja bo'ladi. 4-10-iyul kunlari 38-43 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-iyul kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 3-5-iyul kunlari 30-35 daraja bo'ladi. 6-10-iyul kunlari 34-39 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-4-iyul kunlari vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-10-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-6-iyul kunlari 12-17 daraja, 7-10-iyul kunlari 15-20 daraja, kunduzi 3-iyul kuni 15-20 daraja bo'ladi. 4-10-iyul kunlari 27-32 darajagacha ko'tariladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.